bir xil odam qaralmaydi. bir xil odam kirib chiqishimni tomosha qiladi-yu. Men erim shunaqa edi. Kirib chiqishim, men uyalardim, men qarolmasdim avratiga. Erim mana shu tomosha qilardi. O'zim ko'z ochib ko'rgan erimda gapiryapman. Yo, o'sha payt uyalcham bo'lganman endi. Hech misol sen ham misol o'sha yaxshi ko'rganingni og'zingga olganmisan? Yo. Garang yalatmaganman. Paprikol gapirdim, seriyozli. Bunaqa Hech kim yaratmagansan. yo'q, o'zi hayotimda 3 ta inson bilan bo'lganman. U ham sabablar bilan bitta erim bo'lsa ajrashganman. Ikkinchisi bilan ham ajrashganman. Uchinchisi hayotimda bor. Hayotimda 3 ta inson ko'rganman. Hayot. U ham agar ikkinchisi bilan ayrilmaganimda uchinchi odam bo'lmasdi. Ikkinchi odamni juda qattiq sevganman. O'sha Umar degan bolani. O'zimiz Surxondaryoda. Juda zo'r bola edi. Gavdali bola. Nakachinli. Surxondaryo shunday, Surxondaryo qashda o'zi hammasi yirik bo'ladi-da. Hozir endi unaqa bolalar bo'lmaydi. Endi unaqa bolalar bo'lmaydi. Nimaga? Yo'q, endi mana yoshlar bo'lmaydi. Chunki qara, o'sha payti bizlar hozir 2005 bolalarni ko'ring, Surxondaryo bolalarini ko'tarib soldik. O'shalar bilan sikishib ko'rgin, 60 yoshli odam ulardan zo'r sikishadi. Tushunasanmi? Nima yo'q ularga? Enet degan narsa yo'q. Chunki nimaga desang, bizlar qara yoshligingga sen misol paxta shopgansan, dalaga chiqqansan, paxta tergansan, to'g'rimi? To'g'rimi? O'yinga misol yer beyillagansan. Hozir yoshlar qo'li yer beyillab qo'y, dungi chiqini bilmay ketaveradi. Nima qilayotganini bilmaydi. Menim ko'p hammasi emas, ko'p. Qarang, o'zim Surxondaryolik yigitim. Mushni narsa edi. Mana bu ikkinchi yosh kattasi, bittasini yosh kattada, bittasini yosh katta edi, bittasini endi sabablarga ko'ra o'sha ketgan-ku, o'zimni o'zim almashtirmaganman. Ketgandan keyin topishga majbur bo'lganman. Keyin hayotimda paydo bo'lgan. Men endi izlamaganman, o'zi gap nima qilgan, keyin tanishish bilan birga bo'lib ketganmiz. Shunday deysiz-ku, haligi yosh katta odam bir martaga yarar ekan. Yosh katta, 40 dan o'tgan odam bir martaga yarar ekan. 40 dan balandi уже bo'lmay ekan. Masalan, men 32 yoshman, mana 32 yoshman. U o'sha insonim Umar nima edi? 35 yosh. O'sha paytda men 29 yosh bo'lganman-da. O'sha payt 2 yil oldingi gapda endi 2 oradan 1 yil o'tib keyin boshqa inson 1 yilgacha ham Umardan keyin hech kim bilan bo'lmaganman. Rosti. Telefonda 7 oydan keyin gaplashganman. Mana shu bega ochilib o'sha insonni topganman. Emasam shu paytgacha hech kim bilan yurmagan bo'lar edimmi bilmayman. Agar bega Mana hozir yashayapsanmi? Ne, yashamayman. Umar bilan yashaganda yashamayman. Umar как erimadi. Men masalan yosh qiz mana 18 yoshda, 19 yoshda erga tekkanmiz. Nimaligini, u seks nimaligini, lazzatini bilmaganman, shundaymi? Shunday yotib, molda osmonga qarab yotib, erim do'nqaydiganda, buni ko'tungisi karmakin deb o'ylaganman. Telefonda qada turibdi. Do'nqaydi. Sen orqamga qilasanmi deganman, ayamga aytib beraman deganman-da. Keyin aytgan, jinnimisan dalbayib unaqa qilmayman degan. Moskvada nima homini yalaysanmi bo'lsa? Unda demang, har xil gap gapirmang. Keyin ashaqa bo'lgan. Keyin shunaqa bo'lib, shundan keyin u bilan erlarni ajrashganda xullas qo'toq ta'mini bilgansan-da, to'g'rimi? Umar bilan yashab qo'toq ta'mini bilgansan. Ikkinchi o'sha Umarim dadosh bilan nima qilib 5-6 oy yashaganman. Shunda men nima erkak bilan nastoyashimda erkakni nimasini lazzati o'sha oradan 4 yil o'tib ketib bo'lgan u. 4 yildan keyin men uni ko'ryapman, u bilan bo'lyapman. Ungacha hech kim bilan bo'lmagan. Haligi birinchi hayotim bilan ajrashib bo'lganimizdan keyin. O'shanda borki ko'zimdan o'q chiqib ketgan. Anavi nima deydi, turba yo'llar bekilib qolar ekan desam ishonmasdim. Boshimga tushdi. 4 yil mana ko'rmay, mana bu keyin Umar bilan tanishib, mana shunday bo'lgandan keyin men shuni yetdim, ishoning. Ungacha men u narsani eshitganimda men bilmaganman.
bilmaganman hech qachon. Mana Umar bilan bo'lganimda ko'zimdan olov chiqib ketganda aytdim, isitma qilganman, ko'kragim emganda, ko'kragimdan isitma qilganman deb. Shuning uchun borib ko'z ochib ko'rganim Umar deydi. Umar Hayyom yorib tashlagan ekan. Umar Hayyom Qo'toqli Hayyom deb. No, yo, o'zi ham ko'rsangiz, вообще 1.85 man uni men bittasidan Umar rostdan faqat Xudodan qo'rqib Umar yaramaganmi? Yo'q, yaramagan, yo'q. Qo'rqaman Xudodan, yaramagan. Unaqa ish qilmagan. Mana bu boru, bu odam mendan 13 yosh kattada. Bu bilan redka 15 kunda bir ko'rishib turaman. Hozir Umardan keyin mana bu odamim o'sha 1 yildan 2-yil bo'lyapti mana. Umar bilan 23-yil ajrashganmiz. Bu bilan 2024-yil yanvarda tanishganmiz. Mana 1 yildan o'tdi. 1 yil 2 oymi, 3 oy bo'libdi. Bu qanday qondiradi? Yaxshi qondiradimi? Aytdim, bittada birinchi o'sha bitta bo'lganda 3 soat mani jlaniyamga qaraydi-da. Men to'xtatsam to'xtatadi, bossam bosadi-da. Mana shunday. O'shancha aytdim-da, men shunday inson. Lekin yoshi katta bo'lsa ham Qo'yib video olam, nimaga chiqib ketganman, YouTube'ga chiqib ketgan bo'lasan sizga. Qo'taqni qo'ymayman.